Muhammad Solihni mahallaga aylantirganini olib chiqdim. Qizlarjonlar, shu kunlarda Rossiyam ko'chasiga chiqaman deb to'palin qilyapti va yoshligimiz o'tgan ko'chalarni o'g'limni aylantirib chiqdim. Albatta, hozir video davomida hammasini qo'yib boraman va o'zimga Rossiyam chiroyli rubashka tikdim. Kuzatib boringlar. Mana qizlar уже tomlar buzilishni boshlabdi. Men yoshligim shu yerda o'tgan. Voy. Akfali turibdi-ku, hali endi buziladi. O'sha yerda meni yoshligim o'tgan. O'sha yerda biz uyimiz degan mana shu qonsi aylanasiga. Ro'paralar oldin dombasida nimadirlar, moyka, bor edi. Mana shu tam boshlab mana bu yergacha uzunligiga. Mana shu yerda chevarxonamiz bo'lgan. Keyin biz sotib olganimizdan keyin arrendatorlar olib, ular ham chevarxona qildi. Mana shu yerda. Bu yerda bunaqa baland basida, mana bu yerda zinalar bo'ladi. Уже hamma domlar buzilib ketibdi. Ko'rinyaptimi qizlar? Даже ichkaridagi eshik ham o'zgarib olganda, qanday bo'lsa shunday turibdi. Ayam qanday remont qilgan bo'lsalar shunday turibdi. Даже mana bu zinadagi kafel, akfa eshik, просто panjara bo'lardi. O'sha paytda panjarani olib qo'yishdi shekilli. Xuddi shunday turibdi, hamma narsa. Hech narsa o'zgarmagan. Beklar oldin salon basida tatar qo'shimiz yashirdi. Mana bu kafeda o'rnida jamma qo'ylar yashirdilar. Ular ham sotib boshqa joyga ko'chib ketishgan. Biz yoshligimiz shetlarda o'tgan. Va biz uyga qaytib kelib, Muhammad Solih bilan shunaqa yoshligimizdagi rasmlar ko'rib chiqdik. Men bu rasmda dadasi qanilar desam, boshqa begonalar ko'rsatib yotibdi o'g'lim. Undan oldin ko'rsatib yotibdi dadasini. Kamerani yoqishi bilan shunaqangi ko'rsatmay jim o'tirdi. Va kechga biz Muhammad Solih bilan ayamlarga bordik va men o'zimga ham chiroyli rubashka tikib oldim. Hozir videoning oxirida rasmini ko'raman va u rubashkamga qizlarjonlar baho beringlar tikkan ishimga. Kimga kerak bo'lsa shunaqa rubashkalar tikish xizmatlari albatta menga murojaat qilsalaring bo'ladi bemalol. Telegram kanalimizda hamma narsalar bor.